Yo, salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan Diyor Pubugimiz kanali. Bugun sizlar bilan mazza qilib ko'rchiman. Harakat qilamiz. Bo'lmasa men boshlandan albatta obuna bo'lasan boshim to'la bo'lsam men bosh aytasan. Nimaga? Sizni albatta bo'lmish kiyim bilan kutib oldim. Chunki bolalar bizlarning ustozimiz o'zicha mana bunday vazir keldi. Masalan, biz tarafda raisimiz keldi. Sen men o'rnimga turib turasan. 1-2-3 yilga voy. Salom alaykum. Lord ustozmi? Ustoz yaxshi. Bolalar, Bolalar nimaga bunday meni yomon ko'p qo'yganini aytaymi bolalar. Qarchi bir Grox'ning videosini ko'raverdi va shunday o'ziga narsa qilib oldi. Bizning raisimiz o'lganiga bolalar qarchi mana shunday uylarni qurib tashladi. Pullar unga qoldi. Mening. Da. O rahmat. Ya bolalar endi biz buni qo'llab olishimiz. 4 million to'laysan. Voy, endi biz soliq to'lashimiz kerak. Albatta Grox ham soliq to'laydi. Mana bunday soliqlarni olib to'laymiz. Mana shundaylarni olamiz. Bolalar mana ana 2 toboq. Tamom bo'lsa yana olib kelib beraveradi ekan bolalar. Va biz kuniga 1 soat ishlashimiz kerak. Bir yonda hech kim bo'lmaydi. Shuning uchun bolalar albatta mo'may daromad topish kerak. Hop mana sekin soliq to'lamaysizlar deyaptimi yetarlarga nimaga? Bular bu toza kelgan bola. Lekin u soliq to'laydi. Bolalar nimaga unday qildi tushunmayapman. Bolalar har videomda zo'r qilib qatnashib bergan do'stim sotilib. Bolalar qarchi bu yoqda o'zi ko'p qazimas ekan. Qarchi kechgacha qazish kerak bolalar. Assalomu alaykum. Iti bormi? Unutmay qo'yaveraylik. Mana shu kichikni bu xo'p bustishga. Xo'p, kuniga 30 ta beramiz. 5 minutga. Bolalar 2 stak 30 ta bersan bo'lmaymi? Hali yangiman ku bu yerda. Iltimos 30 ta 70 qoladi-ku. Davay, biz 50 ta 2 kunlikimni to'layman bolalar, 2 kunlikimni to'layman. Ertaga dam olaman va keyin ishga tushaman. Bolalar hozir bitta nosozlik bo'lib qoldi, shunga bitta pauza qilib turay. Bolalar 30 million qilib berasizmi? Bo'ldi, 30 million 2 kunlikimni bolalar hozir 61 stak qilamiz va 2 kunlikimni to'layman bolalar. Ya, menga 6 ming qattiq qoldi. Mana senga 6 mingga oyoq. Ben pullarını oqoy. Narikka oqoray. 55 56 va soliq to'laymiz, ketdik bolalar. Qalama. Qachon? Ozonda. Tongda ozonda. Xorazmcha. Men ozonda deyman. Tongda bo'ladi, ozonda emas. Xorazmcha gapirmang, bratim. Bu yo'q, o'zim bunday ekan. Bolalar mana bilan to'lasak, bolalar. Mana o'zi mana shu olmazdan ko'proq to'lash kerak o'zi bolalar. Olmazdan ko'proq to'lasak nechta to'laymiz olmazdan? Olmaz o'zi kam. Olmazdan qancha to'laymiz? Lord ustoz. Olmazdan 20 ta. Bo'ldi, 2 kunlikimni to'layman men hozir. Va 2-chi kun dam olaman mazza qilib. Boshing oyog'im. Nima allasan. Va agar yomonlik qilganlarni mana jitel yomonlik qilgan shuning uchun o'tga qoma qo'ysan. O'ldirmayman. Yo'q, iltimos Grox'ni yibering. Grox emas, Lord ustoz bo'lmaydimi, ustoz? Tamam, o'zingga qarab kelma, tushundingmi? Voy, tiqilib qoldim bolaman suv deb. Suvning destidan. Xo'p, nimaga aynan Lord Grox deyapti? Groxning videosini ko'p ko'radi bolalar. Anilan dublyajuz. To'g'rimi? Akkauntini. Menga yoqadi masalan Anilan dublyajuz deya akkaunt. Albatta sizlar ham o'tib ketishni tavsiya qilaman, lekin bu reklama emas. Bu qarashyapti. Soliq to'lash payti keldimi, ustoz? Lord ustoz bo'ldimi? Mana sariqdan ham yiqnaylik. Sariqdan qancha? Sariqdan 10 ta. Kanizm da bo'ldi. Ana 20 ta yig'nayman. 20 ta yig'nayman. Nimaga menga sosiq pullar kelib qolaveradi?
Bola 20 ta yig'maymiz. Mana 2 ta kunlikni bittada to'ladim bolalar. Yaxshi lekin Bo'tta ham bor. Davudda ham bor hali. Xo'p, 18 ta bo'ldi, 19 ta. Qanaqa qilibsan? Ye, men sen qanaqa hazil qilibman. Mazza qilib turib. Bolalar ketdik. Qarchi to'laylik ana uni. Hozir nimaga mana kimni yechib tashlamaysiz deysalar bolalar. Yechib tashlashimizga ham 30 ta mana bunday berishimiz kerak ammo. Va afsus. Soliq to'laymizmi, ustoz? Da, Grox deb chaqir. Grox, mayli. O'tirimilar bor. Hop, sekin chiqamiz. Mana. Va mana pullaringiz ustoz Grox. Shunga qo'y. Yo'q. 2 kunlikni to'ladimmi, ustoz? Nimaga bersa? Yo'q. Bo'ldimi? Ertaga ishlamaymanmi? Qurbaqajon, sen meni sevimliysan. Qurbaqajon emasman men, diyor deb chaqiravering, Lord Grox. Xo'p, bolalar, bir 3 kun ertaga nimalar deyapman? Qarchi bolalar, keyingi kunlikni ham yig'nab qo'yamiz. Bolalar, keyingi kunlikni ham yig'nab qo'yishga qaror qildim va men yana shu esas. Joyga tushdim. Sekin-asta bolalar yig'nayveramiz. Bolalar tez buzish uchun mana bu. Ana bundan olamiz bolalar, tez ishlash uchun. 3 ta olamiz va daraxt chopamiz. Va prosta hozir mana sinyapti, shunga men hozir ana bunda olmazdan ishlamoqchiman. Lord Groxdan so'rash kerak. Groxning amirmi? Avag. Ho. Menga nima chopib kelsan? Lord ustoz. Daraxtmi? Da. Bo'ldi, hozir. 34 ta sariq nima beraman? Pulimdan. Davay. Xo'p, sevimlisi bo'lib qopman bolalar ko'p berganimga. Yaxshi. O'yin o'tkazilmaymi? O'yin o'tkazilmaymi? Yo'q. Bolalar, videoda ko'rgandim, o'yin o'tkazilardi. No. Farqi yo'q. Hali soliq to'lamaysan. Bilaman, ertangi kunlikni ham yig'nab qo'yapman. Ertaga ham chopaman-ku, lekin ertaga kunlikni yig'nadim-ku. Keyingi kunlikni yig'nayapman. Tushunyapsizmi? Buni 10 ta yig'nadim. Ustoz, mana almazli kirkasasan bo'ladimi? Yesasang yesan, menga nima? Pul kerak emasmi shunchalik? Kerak-ku. Lekin soliq to'lamasang nima qilishimni bilasan. Osib o'ldirish. Bolalar, qiynashlarni aytaymi? Osib o'ldirish bor. Osib o'ldirganda osib turib bo'lmaydi-ku Minecraftda endi, to'g'rimi bolalar? Baba Minecraftda soliq to'layapman. Xo'p. Osilib bo'lish degani osib qo'ymaydilar. Yuqorida mana unda bitta blokda qo'yib qo'ydilar. O'lgingiz kelsa saklayverasiz, shu yerda osib bo'lib ketasiz. Shuni osib qo'yish deymiz biz bolalar. Teknologiya. Xo'p, biza matn tamomladik bolalar. 53 ta bo'lib ketdi mana. Yashilda normal. Bir kunimga bolalar. Boy yurayman-ku endimi? Qishloqdagi eng boy o'zimman. Xo'p. Endi bu yoqni tamomladik bo'ldi. Qachon tamomlasak? Lekin yana olib kelib qo'yaman degandi. Afsuslar. Tamomlasak olib kelib qo'ymas deb o'lardim bolalar. Biz olibman-ku. Daraxt kerak. Bo'ldi, tamom bu yoq o'sha bolalar. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoq menimcha ko'p bu. Xo'p, biz sekin borib bitta daraxt chopamiz. Hali ovqat ham yo'q, menimcha. Yo'q hali. Nechta kerak? 5 ta. Okey. Xo'p, 5 ta qilamiz. O'zimga 6 ta olaman. 6 ta nima qilamiz? Xo'p. Salom. Bosib ketdim. Bolalar, Minecraft asosligiga qaranglar. Qanaqa qilib Minecraftning ovozini chiqarsa bo'ladi? Kommentariyga yozib ketinglar. Qatdan nastroykilarni
Minecraft'dan ovoz chiqmay qoldi bizda. Vallahi shunga albatta nastroykada ovoz chiqadi yozib ketinglar. Yer. Mana 5 ta. Hol. Mana. Bak. Mana pullar kerakmi? Keyingi hafta to'layman buni. Mana. Oling senga. Boyman men bo'lsa. Uxlash vaqti keldi va ertaga ham soliqlarni to'lamayman. Nima? To'lamayman-ku. Ertaga to'lab qo'yibman. Nega kunni to'layman? Bugun dushanba, seshanba o'tadi, chorshanbada to'layman yana. Okey, uxlash vaqti keldi. İçim ağrıyapti cho'chi. Cho'ti. Voy, uxlasam. Ne hali? Ya. To'yda video yoqaman.